Ko'ngillik o'g'nish. Assalomu alaykum, umoq do'stlar. Yaxshimisizlar? Men Nafis. Mendan ahvol so'radinglarmi? Men yaxshi. Rahmat sizlarga. Bugun men sizlar uchun yana bir naqsh yozdim. Dilla o'rganaylik-ya. Qanamsa, dars boshlandi. Salom Uyg'ur tili. Ko'k tatlar bek yeyishlik, meva-chiva bek tatliq. Kunda ko'k tat meva yeb, cho'ng bo'limiz aqlli. Ko'k tatlar bek yeyishlik, meva-chiva bek tatliq. Kunda ko'k tat meva yeb, cho'ng bo'limiz aqlli. Umoq do'stlar, naqshamni yoqtirdinglarmi? Qanamsa, men agishib o'qinglar. Ko'k tatlar bek yeyishlik, meva-chiva bek tatliq. Kunda ko'k tat meva yeb, cho'ng bo'limiz aqlliq. Yaraysizlar, yana bir qitim o'qiylik-ya. Ko'k tatlar bek yeyishlik, meva-chiva bek tatliq. Kunda ko'k tat meva yeb, cho'ng bo'limiz aqlliq. Esil o'qidinglar. Qanamza sal tezroq o'qamdiq. Tayyorlik boshlandi. Ko'k tatlar bek yeyishlik, meva-chiva bek tatliq. Kunda ko'k tat meva yeb, cho'ng bo'limiz aqlliq. Esil o'qidinglar umoq do'stlar. Yaraysizlar. Qanamsa ahangga tushirib tang aytaylik. La 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 naqsh aytaylik. Ko'k tatlar bek yeyishlik, meva-chiva bek tatliq. Kunda ko'k tat meva yeb, cho'ng bo'limiz aqlli. Ko'k tatlar bek yeyishlik, meva-chiva bek tatliq. Kunda ko'k tat meva yeb, cho'ng bo'limiz aqlli. Bek yaxshi aytdinglar umoq do'stlar. Yaraysizlar. Meva-chivalar, ko'k tatlar yeyishlik, tatliq bo'lib qolmay, ular bizga nihoyatda foydali. Shunga ko'proq yeb beringlar-jimi? Keyingi darsda biz meva-chivalarni, ko'k tatlarni o'rganamiz. Bo'ladi amsa, keyingi darsda ko'rishaylik. Xayr-xo'sh.